Amir Temur chamani. Muhammad Ali. Amir Temur chamani kitobi sohibqiron Amir Temur davri tarixini o'zida mujassam etgan betakror asarlardan biridir. O'zbekiston xalq yozuvchisi Muhammad Ali ijodida ushbu mavzu alohida o'rin egallaydi. Adib bu mavzuga oid she'rlar, dostonlar, hikoyalar, tarixiy romanlardan parchalar, Mirzo Ulug'bek hayotiga bag'ishlangan dramatik asar hamda esse va publitsistik maqolalarni bir kitobga jamlagan. Ushbu asarlar orqali Amir Temur va Temuriylar davrining boy tarixi, buyuk siymolari hamda ularning ma'naviy merosi yoritib beriladi. Kitobning yana bir e'tiborga molik jihati uning badiiy bezalishidir. Unda qadimgi sharq miniatyuralaridan foydalanilgan bo'lib, asarga yanada tarixiy ruh va estetik go'zallik bag'ishlaydi. Amir Temur chamani kitobi o'quvchini tarixga sayohat qildiradigan, ma'naviyatni boyitadigan va vatanga muhabbat tuyg'usini kuchaytiradigan muhim manbalardan biridir.